Assalomu alaykum, hurmatli bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchi yurtdoshlarimiz, hurmatli qaddan qadri baland guruhimiz a'zolari, mana hammalaringizni diqqat e'tiborlaringizga berib turibdi. Butun respublikamizni desam adashmayman, bizni inson qadri saxovat karvonimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida xayriya hasharini davom ettiryapti. Mana bugun 20-may 2025-yil, Xudo xolasa hasharimiz bugun 10-kuni. Qisqacha ma'lumot berib o'taman. Milliy gvardiya saflarida xizmat qilib, uzoq yillar davomida 2019-yil hamkasbimiz marhum serjant Kamaridinov Sadullo og'amiz nafaqaga chiqqanlar hamda 2022-yili jigar sirrozi kasalligi bilan olamdan o'tadilar. Akamiz ruhlari shod bo'lsin. Bu kishini 3 nafar voyaga yetmagan farzandlari bor. Ular uysiz, joysiz edi. Mana bizni saxovat karvonimiz shu oilani ham qo'llab-quvvatlab, Xudo xolasa bir shinam, go'zal uy qurib berishga bel bog'ladik. Qardoshlarimiz bilan birgalikda. Hozir sizlarga bir qisqacha qilib video obzor qilib o'tamiz. 10 kunlik jarayonni. Xudo xolasa mana 10 kunning ichiga uyni tiklab, xon qismiga ham o'sha to'sinlarni qo'yib, hozir pardevol terish ishlari davom etyapti. Mana shu 30 mingta g'ishtni ehson qilgan Nukuslik kirpich zavodining direktori, katta tadbirkor Azamat og'amizga o'zimizni cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Azamat og'aga mana shu yerda yetimlar uchun uy qurilyapti deb dalolat bergan ichki ishlar sohasi vakili Salomat og'amizga ham rahmatimizni aytib o'tamiz. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa hasharimiz davom etmoqda. Ko'tarinki kayfiyatda. To'rxona uy. Mana bu yoq tomonni hol qilamiz. Mana kirish joyini oshxona qilib beramiz. Mana tepa qismlari hozir qamishlarni yoyib chiqib, vassalarni terdik. Kirgandan chap qo'ldagi xonamiz. Ko'rsat. Bu xonamiz ham shu akamiz, marhum akamizni qizlari uchun bu xonani alohida saqlab beramiz. Bitta qizlari, ikkita o'g'illari bor. Mana bu yoq tomon mehmonxona. Mehmonxona qilib beramiz, chiroyli qilib. Mana shinam kattagina, Xudo xolasa bu oilamizni ham orzulari ro'yobga chiqadi, nasib bo'lsa o'zlarini uylari bo'ladi. Bu hammasi siz azizlarimizni, yaxshi insonlarni qo'llab-quvvatlashlari asosida. Yana bir bora ta'kidlab o'taman. Guruhimizda faol bo'lib, qo'llab-quvvatlab turgan butun tizim vakillari, Ichki ishlar vazirligi organi, sohasi vakillari, Milliy gvardiya rahbariyati hamda Milliy gvardiyada xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar, Mudofaa vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, barcha tizim vakillaridan Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik darajada qo'llab-quvvatlayapti hamda saxovatpesha yurtdoshlarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Tanimay, bilmay turib o'z ehsonlarini yo'naltiryaptilar shu oilaga. Mana bu xona bo'ladi. Mana fundamentini quyib chiqamiz hozir. Rejamiz o'zgardi-da, shuning uchun bu ikkita o'g'liga mana buni xona qilib beramiz. Xudo xolasa mana yuvinish xonasi. Mana bu yoq kiyinish yechinish xonasi. Bu hojatxona, keyin yuvinish xonasi bo'ladi. Xudo xolasa bu yoqdan fundamentlarni qo'yamiz. Hasharlarimizda ishtirok etayotgan, qo'llab-quvvatlab turgan shu oilani, 3 nafar bolajonlarimizni qo'llab-quvvatlab turgan, Nukusda istiqomat qilayotgan mana shu Qoraqalpoq yigitlaridan, Arslon yigitlaridan, Rashid og'amiz aytadilar-ki, nafaqaxo'rlardan, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Sizlarni kuchlaringiz bilan hasharlarda ishtirok etyapsizlar. Shu asosida barpo bo'lyapti bu katta 100 metr kvadrat uyimiz. Hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Milliy gvardiya rahbariyatiga, Milliy gvardiya boshqarmasi boshlig'iga hamda o'rinbosarlari va mana hasharlarda ishtirok etayotgan yigitlarimiz ham Milliy gvardiyada xizmat qilayotgan yigitlar yurt tinchligini, daxlsizligini qo'riqlabgina qolmasdan mana shu marhum hamkasblarimizni, oilalarini
xayriyalarga ishtirok etib qo'llab-quvvatlayapsizlar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa, muhtaram yurtboshimiz ta'kidlab o'tganlaridek, kambag'alchilikdan farovonlik sari dasturi asosida yaqin kunlarning ichida mana shu oilani ham oyoqqa turg'izib, inshaalloh mana shu bitta kam ta'minlangan oila tugatiladi. Rahmat, bizni kuzatishda davom etinglar sizlar.